the Prophet ﷺ says, the example of the one who learns the Quran, who reads the Quran, and then who acts in accordance with the Quran, he said, sallallahu alayhi wasallam, is like that of, and qama bihi, especially by the way, means qama bihi in qiyamul layl, to stands up within prayer. So this is a specific application of it. He said, is like a bag full of musk, whose scent fills the air all around it. And the Prophet ﷺ said, and the example of the one who learns it and then sleeps, meaning he doesn't apply it by getting up and reciting it in Qiyamul Layl, and the application that comes after that, is like a bag that's containing musk, but it's tied shut. So again, the one who learns the Quran, who recites the Quran, and then who stands with it, who acts upon it by Qiyamul Layl and beyond, right? Is like a bag full of musk whose scent fills the air all around. And the one who learns it but then sleeps while it's still in his memory is like a bag that contains musk, but it's tied shut. Okay? So what the ulama mention here is that the first one is certainly the best one, right? The one who recites it, who memorizes it, who stands up and prays with it, who applies it in their lives, who goes through hifd and qira'ah and tajweed and tadabbur and tartil and application, tafsir, all of that, that's definitely the best. But you need to build into your Quran journey bi'idhnillahi ta'ala as much as you can. So with that, inshallah ta'ala, we'll go ahead. Today we're just going to do the first page bi'idhnillah, and we're going to do a very high level tafsir and very high level, not tajweed in the sense like I'm not going to go through the rules. We don't have the time to go through the rules in any exhaustive sense. But I love a dear friend of mine, Sheikh Ra'ad al-Rusan. Some of you might have seen his old videos, Tajweed Institute. He simply would read Surah Al-Fatiha, he'd read Surah Al-Nas, and he'd just point out the most obvious mistakes that he's used to. So I'm only going to point out the most obvious mistakes that I have noticed from people that read Surah Al-Baqarah to me, or some of my students in Hifth or in Qira'ah. So inshallah ta'ala, with that, we will start inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد للذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم قالت رسلهم أفي الله شك فاتر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الدلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم فأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة ومثل كلمة حبيسة كشجرة حبيسة تست من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله
قل تمتعوا فإن مسيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل ولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسفاد سرابيلهم من قطيران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد
وليذكر وليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين. Oh.
Câsiye suresi. Câsiye suresi Mekkede nazil bolgan 37 ayetlik sure bolup, bu suremi başka Mekke sureleriga okşaş tevhid akidesini, ahiret gündeki tirilişini ve hesap beriş, cennet, dozak katarlık hakikatlarını, Muhammed Aleyhisselam'ın hak peygamber ikenligini ta'kidlashni öz içiga aladi. Bu sure Allah Taala'nın yekigane ilah ikenligini, cheksiz kudretini ve kıyametinin hakik ikenligini, Kur'an-ı Kerim'nin Allah'ın sözü ikenligini isbatlaşta, kainat delillerini köprek bayan kılgan sure bolup hesaplandı. Bu surning asosiy maqsadi oxiratni eslatish orqali haqiqatni qabul qilishdan bosh tortadigan mutakabbirlarni qattiq azobdan ogohlantirishdan iborat. Aa. Bu surning ismi mushu surning 28 oyatida, ya'ni ya'ni va tara kulla ummatin jasiya. Kullu ummetin tud'a ila kitabihal yawma tujzawna ma kuntum ta'malun degan oyatda kelgan, tizlangan degan ma'nodagi jasiya degan so'zdan ilingan. Alloh taoloning qudratiga dalolat qiladigan alomatlar. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Hamim. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به البر فأحيا به الأرض بعد موتها وتسريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. Tercümesi nayeti şefkatlik ve tolumu mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Birinci, Hamim. Bu xildagi harflarning bayoni Baqara surasining 5-de o'tdi. Ikkinchi, bu kitap g'olib, hikmat bilan ish qilguvchi Alloh tarafidan nazil qilingandir. Uchinchi, shaksizki osmonlarda va zaminda mo'minlar uchun Allohning qudratiga dalolat qiladigan nurg'un dalillar bor. To'rtinchi, sizlarning yaratilishinglarda va Alloh zaminda tarqatib o'tgan jonliqlarda Allohga chin ishonadigan qavm uchun nurg'un dalillar bor. Beshinchi, kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida Allohning osmondan hayotlikning manbasi bo'lgan yomg'irni yog'dirib, qurg'oqchilikdan o'lgan zaminni uning bilan teriltirishida va shamollarning yo'nalishini o'zgartib turishida aqlni ishlatadigan qavm uchun nurg'un dalillar bor. Oltinchi, ey payg'ambar, ana shular Allohning oyatlaridir. Onu sana haqiqiy bilan o'qib beryapmiz. Haqiqati bilan o'qib beryapmiz. Ular Allohga va uning oyatlariga ishonmay, qanday so'zga ishongandu? Tafsiri. Bu shonli Qur'on Karim hammaga g'olib, hammishni hikmat bilan qilg'uchi Alloh taolo tarafidan nozil bo'lgan eng oxirgi samoviy kitob bo'lib, uning oyatlarining hammasi Alloh taoloning so'zlaridir. Muhammad alayhissalom Qur'on Karimni Alloh taolodan islom ummatiga aynan yetkazgan zotdir. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. Yani eğer o Muhammed bizim namımızdan azgını sözünü yalgandan to'qigan bo'lsa, albatta uni shiddat bilan jazolaydik. Andan uning jon tomirini kesib tashlaydik. Sizlardan hech kim uni qo'g'dab qilolmaydi degan oyat payg'ambar alayhissalomning Qur'oni Karimni Alloh taolodan nozil bo'lgan peti aynan yetkazganligining dalillaridan biridir. Yana bir oyatda afala yetadabbarunal Qur'an, yani e, yani ular Qur'on ustida fikr yurgizmamdi. Agar u Qur'on kofirlar o'ylagandek Allohdan boshqa bir tarbiyadan kelgan bo'lsa edi, albatta ular uningdan nurg'un zidliqlarni topgan bo'ladi. degan degan.
Demek, her tarafdan mükemmel uslubida, bayanlarda ve fasahitida inson so'ziga qat'iy o'xshamaydigan bundaq mo'jizalik bir kitobning biror insonning so'zi bo'lishi mumkin emas. Yuqori ufqlarda va zaminning hamma yerida Alloh taoloning borligini namoyon qilib turadigan alomatlar intayin ko'pdir. Bu alomatlardan faqat Alloh taologa va uning qudratiga chin ishonadigan, haqiqatni qabul qiladigan mo'minlarla manfaat ola oladi. Chunki ular qalb ko'zlari ochiq, vijdoni oyg'oq kishilardir. Garchi Qur'oni Karim butun insoniyatning yo'lini yo'rtib berish va ularni to'g'ri yo'lga hidoyat qilish uchun kelgan ilohiy kitob bo'lsin-u, uningdan manfaat oladigan kishilar mo'minlardir. Ey insonlar, sizlarning spermadan iborat shu arzimas suvdan barliq kelib, andin alaqqa aylanib, andin uningdan taraqqiy qilib odam surati kirgizilib, andin ravris odam bo'lib tug'ilishinglarda Alloh taolo yer yuziga tarqatayotgan barliq jonliqlarda Alloh taologa chin ishongan qavm uchun uning borlig'ini va birligini ko'rsatadigan nurg'unlagan dalillar va alomatlar bor. Kecha bilan kunduzning uzun qisqa bo'lib o'zgarishi, fasllarning almashib turishi, qurg'oqchilikdan o'lgan qaqas zaminning Alloh taolo bulutlardan yog'dirib bergan yomg'ir bilan terilib yop-yeshillik aylanishi, shu yomg'ir bilan zamindan har xil, har turli mevalarning, o't yoshlarning va ziroatlarning chiqishi, shamollarning issiq balvog'dan sovuq balvoqqa va shimoldan janubga yo'nalishini o'zgartib turishi qatorliqlarning hammasi Alloh taoloning borligiga, birligiga va uning cheksiz qudratiga dalolat qilmamdi. Ba'zilar so'rashi mumkin, nima uchun bu oyatlarda avval mo'minlar uchun, ondan chin ishonadigan qavm uchun, ondan yana aqlini ishlatadigan qavm uchun deb kelgan? Bu to'g'rida ulamolar har xil tafsir va tahlillarni o'tirib qo'ygan. Bu o'rinda tafsir Bayzavining hashiyasini ozroq qisqartib, buni jumlalarni naql keltirishni munosib ko'rdim. Osmonlarning va zaminning o'zini yaratgan zotga dalolat qildiganligi nihoyat aniq bir haqiqat bo'lib, inson bu haqiqatga iymon etish uchun o'ylashga va tafakkur qilishga muhtoj bo'lmaydi. Chunki uningga ishonish tabiiy zaruriyatdir. Shunga bu bayonlardan keyin shaksizki osmonlarda va zaminda mo'minlar uchun Allohning qudratiga dalolat qiladigan nurg'un dalillar bor degan. İnsanlarning va hayvonlarning yaratilishi, bularning bir holatdan yana bir holatga taraqqiy qilib, takomillashish jarayonidagi bosqichlar cho'nqur tafakkurni va inchik izlanishni taqozo qiladi. İnsan bu inchkin izlanish va cho'nqur tafakkurdan keyin iymonning eng yuqori pallasi bo'lgan al-yaqin, chinlik martabasiga yetadi. Shunga Alloh taolo bu bayonlardan keyin sizlarning yaratilishinglarda va Alloh ismini tarqatayotgan jonliqlarda Allohga chin ishongan qavm uchun nurg'un dalillar bor degan. Bu ikisidanmi, ya'ni yaratilish bilan takomillashishdimi bekrak, inchiki bo'lgani kecha bilan kunduz va ularning tartib bilan o'rin almashishi, uzun qisqa bo'lib o'zgarishi, bulutlarning qandoq hosil bo'lishi, yomg'irning qandoq yog'ishi, uning inson va boshqa jonliqlarning hayotiga bo'lgan ta'siri va foydasi, shamollarning har xil yo'nalishda kelishi qatorliqlarning hammasi kimning irodasi va taqdiri bilan bo'ladi? Chuqum Alloh taoloning irodasi va taqdiri bilan bo'ladi. Bularni insonlarning manfaati uchun kim shundoq bo'ysundirib berdi? Albatta, Alloh taolo bo'ysundirib berdi. Shaksizki bu ishlar ustida tafakkur qilish, ularning asrorlarini bilish faqat aqlini ishlatib haqiqatni tushuna oladigan odamningla qo'lidan keladi. Shunga ular aqlini ishlatadigan qavm deb sifatlangan. Ey payg'ambar, Alloh taoloning borligiga, birligiga va cheksiz qudratiga dalolat qiladigan koinot dalillarini va Qur'oni Karim oyatlarini sana shunday o'qib beramiz. Bularning hammasi faqat sog'lom aql egalariga tushuna oladigan katta alomatlar va ro'shan dalillardir. Ey Makka ahli, sizlar Alloh taologa va uning so'ziga ishonmay, zodi nimaga va qandoq so'ziga ishonsizlar? Alloh taolodanmi rost so'zlik biri bormi? Muhim nuqtalari. Birinchi, Qur'oni Karim Alloh taoloning so'zi bo'lganligi uchun u eng muqaddas kitobdir. Ikkinchi, aql insonga berilgan eng katta ne'mat bo'lib, uni yo'lida ishlatishni bilganlar o'zining ikkili olamlik baxt saodatlarini qo'lga keltira oladi. Uchinchi, koinotda Alloh taoloning cheksiz qudratiga dalolat qiladigan alomatlar intayin ko'pdir.
Her bir yalgancı günahkarının halığı var. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يسر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. Tercümesi 7. Her bir yalgancı günahkarının halığı var. 8. O Allah'ın özüge okup berilevatkan ayetlerini anlap durup, anı tekebburluk kılgan halda goya onu hiç anlamagandek küfrüde çın turudu. Onun qattiq azap bilen xush xabar bergin. 9. O bizning ayetlerimizden birer narsini bilgen çağda onu mesxir mavzusu qılıp alıdı. Ani şularga har qılgıcı azap var. 10. Ularning oldida ularni kutayotgan jahannam turdi. Ularning qo'lga keltirgan narsalari va Allohni qo'yib o'zlariga madadkor qilib olgan narsalari ularga qilich asqatmaydi, ularga cho'ng azob bor. 11. Bu Qur'on hidoyatdir. Rabbining oyatlarini inkor qilganlarga eng qattiq azob bor. Tafsiri har bir gunohkor yolg'onchining halig'i voyki, u Qur'on Karimning Alloh taoloning bir iloh ekanligiga va cheksiz qudratiga ochiq dalolat qilgan oyatlarni har vaqt anglab turib, go'yo uni hech anglab boqmagandek bo'lib oladi. Ondan takabburlik qilib, uningga iymon etishdan bosh tortadi va o'zining kufrligini tushuntirib oladi. Ey payg'ambar, bundaq kofirlarga oxiratdagi jahannam azobi bilan xush xabar bergin. Tafsiri Qurtubida bu oyatlarda tilga ilingan yolg'onchi gunohkorning kim ekanligi to'g'riliq bir qancha rivoyat keltirilgan bo'lib, uning Nazir ibn Haris degan kofir odam ekanligi muayyanlashtirilgan. Abdullah ibn Abbas raziyallohu anhuma uning Haris ibn Kalada degan odam ekanligini, Sa'labi uning Abu Jahl ekanligini bayon qilgan. Mazkur yolg'onchi gunohkor odam kishilarni Qur'on Karimning oyatlarini anglashdan to'sish uchun ajamlarning nag'ma-navolarini setib olib, uni aytib beradigan naqshchi va sazchilarga pul to'lab, u nag'ma-navolarni kishilarga anglatdi. Allama ibn Jarir Tabari va ibn Ashur qatorliq mufassirlar oyatdagi yolg'onchi gunohkordan Alloh taoloning nomidan yolg'on aytgan har qanday gunohkor odam ko'zda tutildiganligini bayon qilgan. Chunki oyatdagi kullin degan so'z har qanday gunohkorni ifodalaydi. Shunga u muayyan bir shaxsga xos emas, balki mushu oyatda bayon qilingan razil sifatlarga uchragan kishilarning hammasini o'z ichiga oladi. Garchi bu oyat ma'lum sabab tufaylidan nozil bo'lgan bo'lsa-mu, u mutakabbirlik qilib haqiqatni qabul qilishdan bosh tortgan, Alloh taoloning dinini qarshi turgan barliq kofirlarga qartilgan bo'ladi. Bundaq kofir inson kufrida chang turish, haqiqatni inkor qilish bilan to'xtab qolmasdan, anglagan har bir oyatni masxir qiladi. Tafsiri Ibn Ashurda Abu Jahilning inna shajarataz zaqum ta'amul asim, ya'ni zaqum darhi haqiqatan har bir gunohkorning tamiqidir degan oyatni anglab, zaqqum degan qaymoq bilan xurmadir deganligi va alayha tis'ata ashar, ya'ni jahannamga 19 farishta mas'uldir degan oyatni anglab, man o'zim yolg'izla ularning hammasiga tetiyman deganligi bayon qilingan. Demak, Alloh taoloning g'azabiga va qattiq azobiga tegishli bo'ladigan kofirlarning ikki cho'ng gunohining biri Alloh taoloning oyatlarini anglab va tushunib turib takabburlikdan go'yo uni anglamagandek bo'lib olib, uningdan yuz o'rganligi va kufrida chang turib olganligi, yana biri ularning bu oyatlarni masxir qilganligi edi. Bu kofirlar Qur'on Karimning oyatlaridan biror oyatni bilgan chog'da darhol uni masxir obyekti qilib oladi va oyatlarning hammasini masxir qiladi. Shundoq kufrida ching turadigan, Qur'on Karimning oyatlarini masxir qiladigan, haqiqatni inkor qiladigan har bir gunohkor yolg'onchiga har qilg'uchi azoblarni tayyorladik. Bu azoblar ularning qilmishlarining jazosi uchundir. Ularning oldida jahannam bo'lib, jahannam ularni kutib turadi. Chunki ularni jahannamdan boshqa hech narsa kutmaydi. Ular jahannamdan boshqa yerga bora olmaydi. Jahannam ularning ishlarining oqibati va mangulik qarorgohi bo'ladi. Ularning bu dunyoda topgan
Ularning bu dunyoda topgan mol dunyosi qilcha asqatmaydi. Ko'pligi bilan faxrlangan o'g'illarmı asqatmaydi. Ularning Alloh taoloni qo'yib o'zlariga madadkor qilib olgan va cho'qingan saxt ilohlari ularga bu dunyoda asqatmagandek, oxiratdami hargiz asqatmaydi. İnsanlar unutmanglar ki Qur'oni Karim bütün insoniyat uchun hidoyat yetakchisidir. U sizlarni eng to'g'ri yo'lga yetaklaydi. Alloh taologa iymon etib, yaxshi amallarni qilganlarga jannat bilan xush bishorat beradi. Ammo Alloh taoloning oyatlarini inkor qildigan kofirlarga eng qattiq va eng dahshatli azob bilan xush xabar beradi. Muhim nuqtalari. Birinchi, Qur'oni Karim to'g'ri yo'lning yetakchisi bo'lib, uning yo'liga ergashgan odam qat'iy ezib ketmaydi. Ikkinchi, yolg'on aytishni odatga aylantirib olganlar oxiratning eng qattiq azobiga tegishli bo'ladi. Chunki bundaqlar haqiqatni batil, batilni haqiqat qilib ko'rsatish orqali kishilarni ozdirdi. Uchinchi, Alloh taolaning oyatlarini masxara qilganlar maxluqotning eng yomonidir. To'rtinchi, kofirlik holatida o'lganlarga ularning bu dunyoda ishonch qilgan narsalarining hech qaysisi asqatmaydi.
never, and I mean never ask, how are you? Oh, how are you? How's work going?
teknolojiyi kullanan değil, onu kodlayan tarafa geçerek. Fintech İş Bankası'nın da yatırımcıları arasında olduğu ve sadece video izletip geçmiyor. Kendi geliştirdikleri yapay zeka sistemiyle
Hedeflerine en uygun ana dil İngilizce olan eğitmeni bulmak için 4 bonus ders kazanmak ve İngilizceni gerçekten geliştirmek.
Hi there, I'm Katya Kovalenko, a presentation designer and educator. As a presentation designer, I've had the privilege of working with startups and companies, empowering them to secure investments, boost sales, and make a lasting impression. Creating impactful presentations
I tried everything: coffee, Pomodoro, and binaural beats, but nothing stuck.
I'm 35. I train my communication skills for 15 minutes a day. Now my boss asks me for advice.
If FUPA is your problem area, do these 5 Tai Chi walking exercises. Just 10 minutes a day. Ladies over 180 pounds. If you want to become unrecognizable by summer, on Monday, April 13th, we're launching a beginner-friendly Tai Chi walking program for women. You'll safely firm your body, calm your mind, and start burning stubborn belly fat. By April 20th, you'll feel firmer and more energized. By April 25th, you'll be surprised by your waist.
Why is nobody talking about what this woman just said? You know what's getting people hired in 2026?